Ko'pchilik men aybsizman demak xavotirga o'rin yo'q deb o'ylaydi. Bu qanchalik to'g'ri? Qanchalik darajada to'g'ri? Avvalambor davlat organlarining, huquqni himoya qiluvchi organlarning vazifasi shundayki, hech qaysi aybsiz shaxs javobgarlikka tortilmasligi kerak, jazoga tortilmasligi kerak. Hech qaysi aybdor, har qanday aybdor shaxs javobgarlikka tortilishi kerak. Bu ularning vazifasi. Lekin hayot boshqacha, qonun boshqacha, qonunni amalga oshiruvchi, qonunni ijro etuvchi odamlar boshqacha. Shuning uchun o'rislarda bir ibora bor, agar ijozat bersangiz shuni ham aytsam, от сумы и тюрьмы не зарекайся deydi. Bu degani, ya'ni vabodan va turmadan hech kimga kafolat berilmagan degani. Shuning uchun men aybsizman deb o'zini o'ylagan odam, haligi aytganimdek, qonunni bilmaslik bu javobgarlikdan ozod qilmaydi. U shunaqa qonun borligini bilmasdan, masalan, aytaylik, ayrim harakatlar, ayrim qilmishlar jinoiy qonun bilan taqiqlangan bo'lsa-da, shaxs buni bilmasdan sodir qilib qo'ygan bo'lsa-da, yo'q, mana bu yerda aybim yo'q deb yursa, provartda kelib uni javobgarlikka tortishlar. Albatta, bu noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun hozirgi zamonaviy fuqaroni, grajdanini deylik, fuqaro so'zi to'g'risida ham ko'p hozir bizda nimalar bor, fikrlar bor, mulohazalar bo'lyapti, bahslar bo'lyapti. Men ham shunga qo'shilaman. Fuqaro qanaqadir bir qo'pol so'z. Fuqaro deb birovga murojaat qilish, qora xalq degan ma'noni anglatadi deb aytishdi. Men endi bizda hozir fuqaro deymiz. Biz yuristlar faqat qonunda qanday ma'no, qanday so'z ishlatilsa, shu so'zni ishlatishga majburlar. Bu menimcha to'g'ri qoida. Shuning uchun ayrim fuqarolarimizda shunaqangi fikr bo'lib qoladi. Menga advokat nima keragi bor, menga yurist nima keragi bor deydi. Bugungi kunda zamonaviy fuqarolar, zamonaviy shaxslar doim o'zlarini qanaqadir bir yuristlarini bo'lishini ta'minlashlari kerak. Hech bo'lmaganda qanaqadir bir favqulodda vaziyatda o'shanga murojaat qilish kerak. Masalan, biz bir xizmat yuzasidan bir Amerikada bo'ldik. Amerikadagi odamlar, masalan, bolasini o'qishga yuborayotganda ikkita narsaga qarar ekan. Birinchidan, uni o'sha tibbiyot polisini qaysi tibbiyot muassasasiga biriktirib qo'yish. Ikkinchisi, o'sha borib o'qiydigan joydagi hududiga qaysi advokatini yollab qo'yish. Oldindan yollab qo'yish. Shu o'zini farzandi kerakli vaqtda unga murojaat qiladi. Bu zamonaviy fuqarolarni, demak, bugungi kundagisi belgisi desak ham bo'ladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, hech kim men aybsizman deb o'zini nima deydi, xotirjamlikka solib yurmasligi kerak. Agarda ayniqsa savol chiqqan holatlarda, masalan, odam o'zini harakatlaridan shubhaga tushib qoladi. To'g'ri ish qilyapmanmi, noto'g'ri ish qilyapmanmi? Mana shu holatlarda albatta yuristga murojaat qilib, mana undan maslahatni olib, agar yurist masalan aytsa, yo'q, sizni ishingiz hammasi qonuniy desa, xotirjam yuraverish kerak. Yo'q, ishingiz masalan noqonuniy desa, uni oqibatlarini bartaraf qilib, o'zini xotirjam vaziyatga, xotirjam muhitda saqlash uchun odam doim qonunlardan boxabar bo'la berish kerak.